Bekzod aka, dunyoviy narsalarga, nomerlarga qancha pul sarflayapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin men shunday insonni bilaman, masjidning imomi bo'lib turib, masjidning qurilishiga ustalarga pul topolmay qolganda o'zini uydagi molini sotib, men shu masjidga tikkan odamni bilaman. Eshitganmisiz? Shunaqa insonlar ham bor ekanmi? Bo'lmasam ko'rsatamiz, qani ketdik. Siz azizlarman shu darajaga olib keldik. Xudo xolasa ozgina joyi qoldi. Qurban hayitga ochishimiz kerak. Bir kunda 20 ming so'm rasxod qilmasdan, ya'ni gazli suv ichmasdan, bir yo bo'lmasa tansiq taom yemasdan 20 ming so'm shu kartaga tushirib qo'ysanglar ham mana shu masjid bitishga imkoniyat bo'lib qolardi. Biz Zomin tumani Qanli Qo'shtol jome masjidida. Qo'shtol jome masjididamiz. Avval ham ko'rgansizlar, videolarni qo'yganmiz. Shu darajaga kelishga siz azizlar sababchi bo'lgansizlar. Mana shu ozgina hissanglarni qo'shsanglar, xudo xolasa Qurban hayitga lentani qirqib ochib, mana shu qiyomatgacha mana shu yiqilib qolguncha sizlarga savob borib turadigan amal. Xudo xolasa pulim yo'q-ku deydigan bo'lsanglar, mana shu videoga like bosib, o'sha haqdorlarga, misol uchun mana shu yerga pul ehson qiladiganlarga videoni tashlab qo'yib, istoriyalarga qo'ysanglar ham sizlar sababchi bo'lib qolasizlar. Teng sherik bo'lasizlar savobda, xudo xolasa. Yaqinda masjidimizni ko'ryapsizlarmi? 95% bitgan. 5% qoldi. Siz azizlardan yordam so'rab chiqamiz. Qaranglar, bitta masjid qurilishiga bir dona g'ishni qo'ysanglar ham o'shani savobi siz azizlarga tegib turar ekan. Bilasizlar, ehsonning mukofoti ehsonda.